Mana bugun birinchi podkastimizda ko'raman, men o'rtoqlarim ham uyga borishadi, maktabdan keyin faqat telefon o'ynab yotishadi. konkurent bo'lasanmi yo filial ochamizmi? Men 19-sentyabr kuni, ya'ni 2 haftacha qoldi, 13 yoshga to'laman. Mittavay akamizni Farhod akamga, rahmatli akaga telefon qildim. Keyin o'zlari ko'tardilar. Misol uchun pulingiz bor, lekin rejangiz yo'q, biznes boshlab olsangiz, u baribir nima desa bo'ladi, bankrot bo'lasiz, boshqa narsa bo'lasiz. Ularning qiyinchiligi vashchi og'ir, mana o'zing ko'zing bilan ko'rgansan. Ukam qachon biznes ochishni menga bir og'iz biznes ochdim degan, men investorlik qilaman debdilar. Ot minish bir oyga 4 millionmi shunaqa degan summani aytdi-da, u 4 milliondan oshiqroq summani aytdi. Inshaalloh bir oy oldin men o'zim uchun ot sotib oldim. Biz nimadan daromad qilamiz? Otlarni olib sotish bilan. O'rtaga pul tushgani men sal noto'g'riroq deb o'ylayman. Bu shaxsiy fikrim. Bitta ot ustiga chiqqandan keyin ot kamida 4-5 metr balandlikka otadi u odamni. Siz qanaqa ham otga rizq topasiz, ham o'zingizga hech qayerda ishlamaysiz domanda. Menga aytibdilar, "Ukam, muhim o'yimda otim bor edi", debdilar. Hammaga assalomu alaykum. Mana bugun birinchi podkastimizda Abror ukam bilan. Hammaga assalomu alaykum. Abror bunga qarab gapirasiz, lekin siz endi birinchisi, o'shaning uchun men u yoqqa qarab, siz bu yoqqa qarab gapirasiz. Bayer Horse Riding YouTube kanalimizda bor, bilasizlar. Xudo xolisa bugundan boshlab mana biza mezbon ikkita Abror suhbati. Nima deysiz, Abror? Endi xudo xolisa zo'r bo'ladi inshaalloh. Nima boshlaymiz o'zi? Bu taklif o'zi Abrordan chiqdi. Shuning uchun xullas men tengi bolalar bor, ya'ni 12-13 yoshli bolalar. Ko'raman, men o'rtoqlarim ham uyga borishadi, maktabdan keyin faqat telefon o'ynab yotishadi. Sohaga kirish kerak, ya'ni ertaroqdan rivojlanib, shu 12-13 yoshdan boshlash kerak. O'sha keyin misol uchun 16-17 yoshda boshlasa ham sal kechroq deb o'ylayman. kech bo'lib qoladi. Shunaqa deb o'ylayman. Chunki hozir o'zimni ayting, 12 yoshdan boshlab shu ish degan narsaga kirganman. Shu 12 yoshdan kirganim uchun endi ko'pchilik aytadi, siz ham savol berishingiz mumkin, o'zi Bayer Horse Riding kim ochgan, o'zi kimniki degan savolni kutgan edim. Endi hali vohili o'zim berib qo'ydim. 12 yoshdan boshlab ishlaganman va hozirgi kunda mana shu biznes bilasan o'zimniki. 23 yoshgacha mana misol uchun 11 yil, 10 yilda o'sha mana bitta otxona bor. Bor, xudoga shukr. Xudo xolisa biz ham niyat qilganmiz. Inshaalloh biz ham qilamiz, xudo xolisa. Yoshing qizu auditoriya uchun necha yoshsan? Men 19-sentyabr kuni, ya'ni 2 haftacha qoldi, 13 yoshga to'laman. 13. Voy. Demak, endi boshlagan payting. Bu sohaga mana gapingni bo'ldim-ku, qanaqa kirib qolding? Xullas, men 4-5 yoshimdan beri otga qiziqaman. Prям otlarni ko'rsam yayrab ketaman, mazza qilaman. Mingalarim kelib ketaveradi. Meni nima desa bo'ladi? Yoshligimdan bu narsa bor. Men bitta narsani ushladimmi, qo'yib yormayman-da. Misol uchun bitta ot sohasida ketmoqchimanmi, o'sha sohada ketaman. Xudo xolisa nasib qilsa, biz ham Abror akamga o'xshab bitta otxona ochib qo'yib, xudo xolisa. Inshaalloh. Kelajagi nima bo'ladi masalan? Mana hozir qiziqyapsan, 4-5 yosh degani endi bu aql tanigandan boshlab o'sha otga qiziqyapsan. Kelajakcha masalan mana 10 yildan keyin qanaqa nima bo'ladi? Ot soha yoki o'zi shu soha bo'yicha? Xudo xolisa men niyat qilganman. Ya'ni 5-6 yildan keyin o'zim uchun otxona ochishni. Bu o'sha 18-20 yoshda. To'g'rimi? Endi nima deydi? Biza bilmaymiz, Alloh biladi. Niyat qilganman, undan ham oldin ochsa zo'r, menga farqi yo'q. Xudo xolisa. Inshaalloh. Endi nima desa bo'ladi? Abror haqida qisqacha ma'lumot bersam, o'zi Abror mana tanishganimizga qancha? 1 yil bo'lib qoldimi? 2,5 yil bo'ldi. Yo'q, men lekin 1 yildan beri taniyman-ku. Men sizni 2,5 yildan beri taniyman. Otxona ochilgandan yarim yil, 1 yildan keyin men o'sha otxonaga kelganman, klient bo'lib kelib, sekin otlarni minib, o'rganib, endi xudo xolisa men o'zim niyat qildim. O'zi 4 yil oldin ham niyat qildim men. O'zim uchun ot sotib olaman deb. 4 yil bo'ldi mana. Inshaalloh 1 oy oldin men o'zim uchun ot sotib oldim. Endi yaxshi niyat, yarim davlat deganda. To'ppa-to'g'ri. Men hozir ham niyat qilman otxona ochishni. Otxona balki 4-5 yildan keyin yangi otxona. Xudo xolisa. Konkurent bo'lasanmi yo filial ochamizmi? Filial ochamiz. Xudo xolisa. Konkurent bo'lish xato. Necha nima desa bo'ladi? 4-5 yildan keyin mana niyat qilyapti. Yaqinda ot ham oldi. Otini tasvirlab berishimiz mumkin. Mana rasmni ham ko'rishingiz mumkin o'zingizlar.
eng qimmat uloqchi ot bo'ladi, ya'ni ko'pkarini otini bolasini oldi va bolasini sekin-sekin tarbiya qilib, Xudo xolisa rivojlantirmoqchi. Shu Abror gaplariga qo'shilamiz. Birinchi o'rinda hamma narsa niyatga bog'liq, yaxshi niyat qilishingiz kerak. Men auditoriyamni ko'p ko'raman-da, ya'ni Instagramlarda o'qiyman kommentariyalarni. Ko'pchilik otim bo'lsa ekan, oq otim, qora otim yozishadi-da odamlar. Endi misol uchun ba'zilar bor, bitta narsani usha oladi, harakat qiladi. Ba'zilar bor, telefon ko'rib yotib turib, shu narsani olaman inshaalloh, doim otim bo'ladi. Endi vaziyatga qarab, u ham sharoitiga qaraydi. Harakatga barakat deydimi, nima deydi? Shunaqa. Endi Xudo xolisa hamma harakat qilayotganlarga Alloh nasib qilsin. Xudo xolisa endi bizga ham nasib qilsin, Xudo xolisa. Ya'ni 3-4 yillardan keyin men o'zim uchun otxona ochmoqchiman. Shunaqa niyatlar bor. Otxonaga mana kelding birinchi marta. O'zi qanaqa Instagramda tasavvur qilgan eding, qanaqa ko'rinishda bo'ldi otxona sen uchun? Men otxonani qanaqa tasavvur qilgandim? Ya'ni u yerda 3-4 ta ot bo'ladi. Kichkinagina maydonchasi bo'ladi. O'sha 3-4 ta minamiz, bunda kruq qilamiz. Chunki men tolada minganman-da. Tolada soatiga ishlashmaydi-yu. Ular krugi. Farqi yo'q, VIP. Yo, ya'ni krugi ham ishlab qo'yishadi-ku. Bitta borib keladi, bo'ldi. Shunaqa. O'shaning uchun men shunaqa deb o'yladim, keyin kelib ko'rdim. Endi tog'ga bitta ot minish uchun tog'ga chiqib kelish menimcha endi yaxshi-yu, qiziqarli uchun sal neto'g'ri bo'lib qoladi. Shuning uchun men qidirdim va Bayer Horse Ridingni topdim. Keyin keldim, qarasam 20 tadan ko'p ot, ya'ni 30 taga yaqin ot. Qiziqdim. Shu yerga borib yurdim, yarim yil, 1 yildan keyin ya'ni yarimiga kirib ko'rdim. Ya'ni yarimini kirib chiqqandim. Yarimi endi boqib beriladigan otlar turadi yo'qda. U tomonga endi ko'pchilik kirgizmaysiz. Ko'pchilikni kirgizmaysizlar. O'sha joyga kirdim men yarim yildan keyin. Qarasam, qimmat otlar, tam kattakorlar otlari, ya'ni shunaqada. Okalarning otlari ham bor. Shunaqa. Nasib qilsin, Xudo xolisa bizga ham deb anaqa niyat qildim. Keyin harakat qildim. Xudo xolisa adam va'da bergandilar, ya'ni sen o'qishni bosur. Xudo xolisa ot men o'zim olib beraman. Sen o'qishingni qilgin, sen o'zingni nima deydi, rivojlanishingni o'ylab harakat qil. Men xo'p dedim. Endi harakat qildim. Xudo xolisa yaxshi ot oldik deb anaqa qilaman. Zo'r oting yaxshi lekin. Xudo xolisa endi yaxshi ot bo'ladi. Yaxshi otlarning qatorida ham turibdi-ku hozir o'zi, koridor u tomonida. Endi nasib qildi. Alloh berdi. Natijasini ko'rding. Endi boshida mana kelib yurgan paytingda men ko'rmaganman, menimcha seni. Keyinchalik tanishganmiz. Yo'q, siz u paytlarda ishingiz ko'pmi deb bilmadim, otxonaga kam kelardingiz. Haligacha kam boraman. Lekin hozir undan ko'ra ko'proq kelasiz, chunki nima desa bo'ladi? Hozirgi odamlar sizga aloqaga chiqib kelishadi, to'g'rimi? Oldin boshqa odamlar ham bo'lib qolardi orada. Oldin telefonni boshqalar ham ko'targan. Endi menga hozir nima desa bo'ladi, shu 2-3 yil ichida o'zimga mijozlarni, yaqinlarimizni tanishganmiz shu otxona orqali. O'zi meni ham otxonaga kelishim juda qiziq bo'lganda. O'zi qurilishda ishlaganman. Ya'ni o'sha aytishadi-yu, noldan ko'tarilgan degan gap bor. O'zi nol qatta deydi-yu. Shu noldan ko'tarilib qurilish shu nima desa bo'ladi, razni rabochiy, ya'ni hamma ishlarni qiladigan qurilish sohasidan boshlanganda 2-3 yil ishlaganman. Discover degan kompaniya bor, haligacha bor. Bitta o'rtog'im keyin shu qiziqtirib otxona qidirganman-da, bitta o'rtog'im bo'ldi, boramiz bitta joyda otxona bor degan, tanishim bor degan. Shu borganmiz ipodromga. Birinchi marta shu ipodromda Muhammad Safiy degan odam meni kutib olgan. Keyin ularni 4-5 ta oti bo'lgan. Ularga tegishli, akalariga tegishli bo'lgan. Keyin shu 4-5 ta ot yoniga borgan paytimda otlardan qo'rqqanman birinchi. Bu mana 22-yilga, 3 yil oldingi gap. Otlardan qo'rqib ozgina yetaklab yurganman-da, keyin sekin-sekin mehr oshgan. Keyin qiziqish bo'lib qolgan. Keyin o'sha keyingi safar borganimda minganman. Otxonaga shu bitta aka sabab, o'rtog'im sabab borib qolganman. Lekin o'sha sanga o'xshab, o'sha maktab davrida o'sib yurgan, o'sha endi yoshli paytda miyani aqlli tanigan paytlarda sinfdoshlarim, ikkita sinfdoshim aniq qilgan. Uloqlarga olib chiqishgan, otlarni ko'rsatishgan, qiziqtirishgan. Shu yoshlikdan qiziqish bo'lib qolgan. Yana nima desa bo'ladi? O'zi yilim ham otda. Yil bo'ladi-yu, odamni nima deydi? Burch deydimi, nima deydi? Shunaqa. O'lchi. Sekin rivojlanyapmiz.
O'shaning uchun aytmoqchi bo'lganim auditoriyamizga ham, senga ham shu amallar niyatga bog'liq deydi-yu. Endi mana hammani savol beradigan bitta savoli bo'ladi. Hammani savoli bitta. Ya'ni otxonani qanaqa ochdingiz va qanaqa bo'ldi, necha yoshingizda ochdingiz? Shu haqida biroz. Otxonani ochganimda 20 yosh edim, hozir 23 yoshman. 20 yoshimda ochdim. Bu birinchi o'rinda Instagramdan boshlandi. Lekin 3 yillik mashaqqatni aytadigan bo'lsam, juda katta mashaqqatlardan o'tganman. Katta oldimdan xarsang toshlar chiqqan, u toshlarni uloqtirish o'zi ham bo'lmagan, o'zimning kuchim yetmagan. Yonimda eng kuchli akalarim, yaqinlarim shu otxonadan tanishgan holatda shu katta toshlarni surishga yordam berishgan. Bu endi qog'ozga o'rab gapirilayotgan gaplar hammasi. Tosh deganim juda kuchli narsalardan o'tganmiz. Kimdirlar otxonadan haydagan, otxonadan chiqib ketmoqchi bo'lgan paytim bo'lgan shu orada. Birinchi o'rinda shu mana ko'rib turgan bo'lsalar, Abdusattor akam borlar. Shu oldin butun ipodromni rahbari bo'lganlar. Abdusattor akam shu sohada sekin-sekin ko'tarilishimga asosiy sababchi insonlardan bittasi. O'zlari yonlarida olib yurib, otlarni berib 22-yil ochdim. Ochganimga 1 oy bo'ldi. Keyin qiziqdim-da, Instagramlarni ochib yurg'izdim. Mittivayn akamizni Farhod akamga, rahmatli akaga telefon qildim. Keyin o'zlari ko'tardilar, gaplashdik. Aka, shunaqa otxonamiz bor, bir kelinglar. Endi u paytda auditoriyalar kam edi. O'zlari telefonda gaplashadi, adminlari yo'q. Keyin bo'ldi, xudo xolisa o'tamiz deydi. Keyin shu oradan vaqt o'tdi, 10 kun, 15 kun. Yana bir telefon qilib ko'rdik, xohladim kelishlarini. Qildim, keyin 2-3 kundan keyin boramiz, aka, lokatsiya tashlab yuboring dedilar. Keyin Telegram orqali. O'sha shunaqa xursandman. Shokda. O'sha videolarim ham bor-da, kelyaptilar, bundoq qarayapman, mashinada kirib kelishyapti. Bittalari trekkerdami kelishgan, bittalari o'sha K5lari bo'lardi. K5da kirib kelyaptilar. Ikkita mashinada mitta vaynlar kirib kelishyapti. Shunaqa xursand bo'lyapman. Endi bloger deganda kimdirlar boshqacha qaraydi, lekin kimdirlar ko'rsa xursand bo'ladi. Yoki yana ham o'sha biznesiga nisbatan, ishiga nisbatan o'zini ishtiyoqi yana oshadi. O'sha blogerlar qiziqib kelishdi. Juda qiziqarli voqea bo'lganda, kelishganda Milliy gvardiyani otlarini olib chiqamiz. 2 ta otini. Hozir tasavvur qil, Milliy gvardiyani otini bersam, masalan, kimdir kelsa, kuchimiz hozirgi kunda yetmaydi-da. O'sha paytda Milliy gvardiyadan iltimos qilib 2 ta ot olib chiqqanmiz. Keyin ular ham olib chiqib berishgan, baraka topishsin. O'sha paytda gap eshitgan, 1 oy gap eshitganmiz pasti. Ular ketgandan keyin. Nimaga bu otni olib chiqdilaring? Nimaga otlarni mindirib olsalar degan narsa, chunki videolarda chiqib ketganda u. 2 ta otni minishgan, 2 soat, 3 soat yurishgan. U paytda ipodromda kamon otadigan shunaqa joy bor edi. Kamonchilar bor edi, kamon otganmiz. Keyin shu orqali reklama bo'lib, sekin-sekin rivojlanib Instagramda o'sha blogerlar o'sha endi millionni yaqin urdi-ku, 3 yil bo'ldi. Xudo xolisa, endi undan avvallar xudo xolisa, lekin blogerlarni boshlanishida shu Farhod akam boshlab berganlar o'zlari. Sekin mana hozir o'zlari chiqishyapti. Xudoga shukr, auditoriyamizni ko'rib, mijozlar ham o'zlari kelishyapti. Masalan, oldinlari u kimga aytardi, masalan, aka, kelinglar yoki otxona ochganmiz deb turardik. Hozir o'zlari chiqishyapti. Shu mashaqqatlardan o'tgan. Shunaqa, u gap ham to'g'ri. Lekin shu qanchalik ko'p mashaqqat cheksa deydi-yu odam, shunchalik yaxshi natijaga erishadi deydi-yu. To'g'ri. Hozirgi mana bugungi narsani ham aytadigan bo'lsam, o'zing ko'rding, darvozamiz oldida bitta narsa turibdi hozir ham. Katta arava, ot arava. Shu ot aravani olib kirish uchun ham 2 kundan beri harakat qilamiz, hali ham kirmayapti. Otxonaning tashqarisida turibdi u arava, ot arava. Lekin shu kirgizishmayapti nimagadir. Ruxsatini ham olsak bo'ladi yoki boshqa iltimos ham qilyapmiz. Endi sekin-sekin shu nima desa bo'ladi. To'siqlardan o'tib olsak, balki yorug' kunlarga ham chiqamiz deydi. Xohlasa. Inshaalloh. Endi nima deymiz? Otxona ochgandan keyin baribir ozgina qiyinchiligi bo'ladi. O'shaning uchun sana tayyor tur. Bu ishga bitta qiyinchiligi bo'lmasa, u sразу nima deydi? Tez ko'tarilgan, tez sinadi deydi. Shunaqa joyi ham bor. Endi otxonani ochganimizdan keyin ko'pchilik bizga yaxshi yo'l yo'riq ham ko'rsatishgan. Bemalol ayta olamiz, O'zbekistonning eng kuchli murabbiylardan bittasi G'ayrat Nazarov degan odam borlar. G'ayrat akam juda katta yordam berganlar. Bizani otxonamizni o'sha yurg'izib,
bizaga zabar nima deydi kamarbasta bo'lganlar yonimizda shu qanaqadir problemalar bo'lsa yoki qanaqadir shu kimdirlar tomonidan bizaga o'sha nima desa bo'ladi tazyiqlar o'tkazilayotgan bo'lsa hammasini g'ayrat akam o'sha tinchitib berganlar yo bu bolaga tegmalaring bu mani ukam deb turib doim yonlarimizda qo'llab-quvvatlaganlar. Undan keyin mana hozirgi kunda o'zing bilasan Zafar akam borlar. Bizning ishimizni yurituvchilar. Masalan, Bayer Horse Riding bizni ochgan bo'lishimiz mumkin, lekin bu insonlarga bizni topshirganimizdan sababi baribir yoshi katta odam yurish kerak otxonada. Nima deydi? Otxonada baribir nazorat qilish kerak. Biz baribir yoshmiz, 23 yoshmiz. Masalan, qaysidir tomonlama bilmay qolishimiz mumkin. Yo'l yo'riq ko'rsatadigan inson kerak bizga. Ani kimdir katta bitta 100 kishilik masalan karvon ketayotgan bo'lsa, o'sha karvonni boshida birinchi o'sha sarbon deydimi? O'sha karvonni boshqaradigan bitta inson kerak. O'sha hozir o'sha karvonni boshida ani svet nima deydi? Ani olovni ko'tarib ketadi-yu, o'shanaqa insonni olov ko'tarib ketayotgan inson Zafar akam. Bizning karvonimizni boshida hozir Zafar akam turibdilar. Akam baraka topsinlar, polni shu bizani qo'llab-quvvatlab nima desa yo'q demasdan yonimizda bizni ba'zi paytlarda erkalanib qolamiz yoki sal nito'g'ri oshib qo'yishimiz mumkin. O'shaning uchun baribir hamma boshqaruv tizimini Zafar akam qo'liga topshirganmiz. Menda bitta narsa bor. Xullas, men otimni olgan paytim, men otimni Namangandan olib keltirdim. U ot Namanganga Qirg'izistondan kirgan. Namangandan Toshkentga olib kelgan paytim Zafar akamga telefon qildim. Aka, bizni ot oluvdik, joy kerak edi. Akam 2-3 kunlarda aloqa etib, hozir sal zichroq dedi, ana qildilar. Xo'p dedim, keyin pastda bitta joy bor edi, o'sha yerda turibdi. Keyin yonda endi bab shahar-u, yonidagi qo'shnilar chiqib jalba qilishdi, o'zi shaharda mumkin emas deyishdi. Ot nima deydi? Bab chanqagan payt suv ko'rsa xayriydi. Misol uchun biz ham ochqab turgan paytimiz ovqat yesa maza qilamiz, ular xayriydi. Yolg'iz qolib ketgandan keyin ham baribir nima deydi, jahli chiqishi mumkin-da, kishnab qoladi. Kishnab qoldi. Keyin qo'shnilar 3-4 marta chiqishdi, milliy garda chaqirishdi, bir nimalar bo'ldi. Keyin olib chiqib ketdim. Shuni olib chiqib ketdim. Uje hali hech kim bilan gaplashmaganman. Ot olishing bilan birinchi to'siqqa uchrading. Hali hech kim bilan gaplashmaganman. Keyin shuni mashina chaqirdik. Sizga telefon qildim. Siz aytdingiz, ukam ko'rdi dedingiz. Keyin otxonaga borgan paytim nima deydi? Mana shlagbaum deydimi? Darvozamiz. Darvozadan kirishmayapti. Direktordan ruxsat tegmagan. Masanga kutib turdim, to'xtab turmadingmi deb ana qotdilar. Keyin kirib vaziyatimni tushuntirdim. Zafar akam. Zafar akamga. Zafar akam yo'q demadilar, baraka topsinlar. Boshqa otxonadan bo'lsa joy topib bermoqchi edilar. Keyin nima desa bo'ladi, Abror akamga murojaatga chiqdilarmi? Ruxsat tegdi. Zafar akamga rahmat, otimni olib keldim. Endi toy baribir 2 yoshli, minilmagan ot, yo og'ziga yugan taqilmagan. Yaxshi e'tibor kerak. Keyin Shohimardon polvon, ya'ni meni ustozim, menga qotdilar, xudo xolisa. Ozgina qoldi. Ular sezon boshlanyapti, mana oktyabr, noyabrlarda. Sezongacha xudo xolisa menga bo'ladi. Hozir ham menga bo'ldi, endi baribir sal qitug'lari bor. Menga deganni auditoriyaga tushuntirib ketish kerak. Menga deganda, misol uchun minilmagan otni minsa, ot orqasini ko'tarib otadi ustiga odam. Qitig'i bo'ladi uni. Cho'chiydi, qitig'i bo'ladi. Shuning uchun o'rgatish kerak. Misol uchun biz ham birinchi tug'ilgan paytimizdan yurib ketmaganmiz. Biz ham yiqilib, emeklab, keyin sekin o'rganganmiz. Hozir emeklab, 1-2 qadam yurayotgan paytlarida, toydek hali. Endi bab 2 yoshli toy. Biz ham 2 yoshda zo'rg'a yurganmiz hali. Menga qildik, xudo xolasa, Shohimardon polvonga, ya'ni ustozimga rahmat. Endi xudo xolasa, keyingi yildan inshaalloh ularga tayyorlab olib chiqamiz. Bu uloq sezonda prosta tomosha qildirib, ular nimaligini ko'rsatamiz toyga birinchi. Birinchi bab sekin o'rgatish kerak-ku, sirazi bitta narsani boshlab olsa u. Misol uchun pulingiz bor, lekin rejangiz yo'qda, biznes boshlab olsangiz u baribir nima desa bo'ladi, bankrot bo'lasiz, boshqa narsa. Endi armiyaga borgan askar urushga jo'natib olmaysan-ku, shunaqa narsa-da. O'rganish kerak-da uni ham hammasini. Shohimardon polvon degan ustozim dedim mana. Qanaqa bu ustozlik qilyapti yoki mana qanaqa qilib bu bola bilan tanishib qolding? Men otxonada yuradigan paytlarim sezon paytli edi. Ular sezon payti edi. Men ot mingani katta maydonimizga, ya'ni dalaga chiqdim.
ot minayotgan paytim ular o'ynashyapti. Men bilaman nimaligini. Ya'ni ularni ba'zilar tushunmaydi. Ko'p kari otlar bilan ko'p otlar bilan o'ynaladi. O'ynashyapti. Keyin men tomosha qilib turdim. Shohmardon polvon ustozim takani ko'tarib nima desa marra qildilar. Marra qildilar. Keyin men ham sekin-sekin qiziqdim, o'rgandim. Men nima desa bo'ladi? Bitta ot tanladik, eng bo'yi balandroq. Eng bo'yi baland demayman, balandrog'ini. Birinchi ot ustida o'tirishni o'rgatdilar. Yiqilib ketmaslik, hammasini o'rgatdilar. Sekin noldan o'rgatyapti. Noldan. Keyin egilishlarni o'rgatdilar. Sekin-sekin taka ko'tarishlarga o'tdik. Endi taka ko'tarishni nima desa bo'ladi? Qila olaman demayman-u. 1-2 marta harakat qilib ko'rdim. Lekin men ko'rdim yergacha engashganlarini. Endi uni nima desa bo'ladi? Baribir harakat qilish kerak, u harakatsiz bo'lmaydi. Ya'ni Shohmardon akam bilan rosa harakat qildik. Lekin egilishni bilaman deya olaman. Chunki egilishni anchadan beri o'rganyapman. Endi xudo xolisa sekin-sekin mana shu sezonda xudo xolisa uloq chopish niyatim bor. Endi baribir ularda har xil narsalar bo'ladi, kollaboratsiya qilsa bo'ladi, boshqa narsa qilsa bo'ladi. O'shaning uchun aytaylik, menga Shohmardon akam takani ko'tarib bersalar, men taqimga bosib olib ketsam bo'ladi. U menga hisoblanadi. Marragacha. Menga hisoblanadi, chunki uni takani taqimga bosib olib borgan odamga hisoblanadi. Shunaqa. Niyatlar bor, xudo xolisa harakat qilamiz, hammasi Allohdan. Biz muvaffaqiyat tilaymiz shu uloq bo'yicha, sport bo'yicha, shu ot bo'yicha ketayotgan, bosayotgan qadamlaring uchun. Endi Shohmardon to'g'risida biz ham gapirsak gap ko'p. Shohmardon polvon. Polvon degan o'zi nomga hamma ham sazovor bo'larmidi? U uning uchun nima desa bo'ladi? Uloq, ya'ni ko'p kari sportida takani ko'tarib, taqimga bosib chopish kerak, marra qilish kerak. Eng kamida bir 30-40 marta marra qilgan bo'lish kerak. Hozir endi Shohmardon polvon kundan kunga rivojlanyaptilar. Bularga ham muvaffaqiyat tilaymiz, lekin uni ham gashti bor, ham qiyinchiligi bor. Ularning qiyinchiligi vashti og'ir, mana o'zing ko'zing bilan ko'rgansan. Ham otni boshqarish kerak, ham egilish kerak, ham otlarning orasida, kamida 50 ta otning orasidan yerda turgan narsani egilib olib, o'tda masalan yelka sinishi mumkin, boshi qanaqadir latiyishi mumkin yoki oyog'i sinishi mumkin. Shunaqa vaziyatlar ko'p bo'ladi. Misol uchun ot ustida o'tirganingizda orqangizdan otga savorsa, ya'ni sosa deganda urvorsa, oyog'ingizda sinish bo'lishi ham mumkin. Travma oladi-da, kamida travma oladi. O'sha narsalardan, shu vaziyatlardan o'tgan bo'lsa, shu marralarni qilgan bo'lsagina polvon bo'ladi. Endi bizda bu soha bo'yicha zo'r ilmimiz yo'q. O'zimizning tajribamizdan kelib chiqib aytamiz. Kommentariyada sirazi sallaga kim qo'yibdi, uloq chopishi, uloq haqida gapirishi deb qolishi mumkin endi yosh katta odamlarimiz. Biz endi havaskor bo'lib harakat qilamiz, lekin Shohmardonni bemalol biza katta polvon desak bo'ladi. Chunki o'sha biz o'zimizni ko'zimiz bilan ko'rdik, ko'p marralar qildilar, katta uloqlarga qatnashyaptilar. Eng mana bitta faktni aytaman, masalan, sizning otingiz bor. O'sha otni mindi qilib berish degan narsa u 100 ta odamdan bitta odamga to'g'ri keladi. Zo'r polvonlarimiz bor, lekin mindi qilib berish degan joyga kelganda ozgina chetga tortishi mumkin o'zini. Chunki u bitta ot ustiga chiqqandan keyin ot kamida 4-5 metr balandlikka otadi u odamni. Ba'zi bir otlar shunaqa. Osmonda uchish kerak uning uchun. Uchib yerga tushib yana yiqilishni ham bilish kerak-da. Sinish u o'lim bilan baravar narsa. Mana yaqinda endi ismlarini aytmayman, otxonamizda shu mana sanoatini mindi qilib berayotganda 2-3 ta bolalarga tavsiya berdim. Qani mana shu otni mina olaysanmi? Endi o'zini polvonman deb yurgan bolalarimiz bor-da, yosh shogirdlarimiz. Qani shu otni mina olaysanmi deganda, "Yo'q aka, shuncha pul bering, keyin minaman" dedi. $500 baland pulli aytdi-da masalan. U o'lim bilan baravar bo'lgani uchun u hammaga emas. O'shaning uchun Shohmardon polvonni shu olib borayotgan har bitta qilayotgan ishlariga muvaffaqiyat tilaymiz. Undan tashqari men hozirgi kunda sherik deb bilaman. Mana Bayer Horse Ridingni eng zabardast tayanch ustunlardan hisoblanadilar. Masalan, men yo'q paytimda ham Shohmardon polvonga bemalol ishonib topshira olaman. Masalan, o'zimizning shogirdlarni yoki masalan
nozikroq bir mijozlarimiz kelishi mumkin. Ruscha qilib aytganda juda ham seriozniy akalarimiz kelishi mumkin otxonaga. O'shani hisobiga men yo'q bo'lib qolsam, safarda bo'lib qolsam, Shohmardon polvon o'zlari kutib olib yaxshi muomalada bo'ladilar. Shu muvaffaqiyat hammanglarga, polvonlarga. Endi bizni sportdan sal chetroqdamiz. Faqat shu ot biznesi bilasizlar, hobbi, undan tashqari. Endi mana sizga bitta savol bor. Otxonani hobbi uchun ochganmisiz yoki pul topib, rivojlanib, anaqa nomini chiqarib olish uchun? Savol yaxshi. Otxonani o'zi birinchi maqsadim bu hobbi bo'lgan. Chunki o'zi ishim bo'lgan, hozir ham ishim bor, boshqa ishlarim bor. Hozirgi kunda mana masalan 7 kun bo'ladigan bo'lsa, 7 kundan masalan kamida 3 kun, 4 kun borishim mumkin. Borganimda ham ko'p o'tira olmayman otxonada. Shu 1-2 soat o'tiraman, yarim soat o'tiraman, ketaman. Chunki ko'chada o'zimizning ishlarimiz bor. Ham o'qiyman, turizm bo'yicha 3-kursman hozir. Shuning uchun o'qishlar, ishlarni qilib, keyin bo'sh vaqt bo'lganda boraman. Lekin otxona chisti hobbi bo'lib ochilgan. Bir xil o'ylashi mumkin, yo'q bu biznes deydi. Lekin odamlarimizga mana hozir ayta olamanki, otxonadan tushayotgan mana odamlar kelib minadi, masalan 100 ming, 150 ming pul beradi. O'shalarni masalan hisoblasak, o'sha 20 tadan oshiq, hozir 27 ta bo'ldi. Shu otlarimizga yetsa o'zi katta gap. Masalan, yeb ichishiga yoki turgan arendasiga topayotgan pulimiz o'sha aynan odamlar minadigan puli otxonani o'sha otlarni yemishiga ketadi ko'proq. Biz nimadan o'zimizga daromad topamiz? Masalan, kelib ketishimiz, bolalarni masalan oyligi bor. Biz nimadan daromad qilamiz? Otlarni olib sotish bilan. Yaxshi otlarni 1 oy, 2 oy qidirib yuramiz. Har doim qidiramiz yaxshi otlarni. U otlarni o'zimizga byudjet ajratib sotib olamiz-da. 1-2 oy boqamiz. Nimaga u 1-2 oy boqishimizning sababi, masalan, o'zing bilasan, bozordan ot olib qolsak yoki masalan ishonchsiz joydan ot olib qolsak, 15 kun, 1 oydan keyin o'lib qolishi mumkin. O'shaning uchun kamida 2 oy, 3 oy boqib turib, u otga ishonchimizni hosil qilgandan keyin uni uje mana shu otimizda bor deb turib yoki reklama qilib yoki yaxshi akalarimizga uni sotamiz. O'sha orasida ishlaydigan pulimiz bor ozgina. Endi baribir biz ham pul ishlashimiz kerak. O'shaning uchun bemalol ochiq ayta olamizki, otlarni olib sotish biznesidan biz ozgina daromad qilamiz. Lekin odamlar kelib u narsa endi hobbi uchun o'z otxonani ochishimizni, men aynan ochishimning maqsadim taxminan 11 yoshli paytimda, mana Santenga kichkinaroq bo'lgan paytimda ot minishga rosa qiziqardim. Keyin bir kun oyimga aytgan, otxona topinglar, otxonaga olib boring, kichkina bola edim. Onam o'sha paytda Jiguli haydirdilar, ko'k Jigulimiz bo'lardi-da. Keyin bir otxonaga olib borganlar. Mana shu Chilonzorda Olimpiyskiy kollej deyshadi, shunaqa joy bor, Afrus to'yxona tarafda. O'sha joyga olib borganlar va o'sha darvozadan kirib kelganman, etlarim boshqacha bo'lib, o'sha o'ylayman otxonaga kiryapman, maza qilyapman-da, ichimdan maza qilyapman. Otni ko'chaga bitta qo'yib yuborsa, yugurib sakraydi-ku, shunaqa bo'lib ketyapman-da ichim bilan. Oyim qo'llarida ushlab olib kiryaptilar darvozadan. Uzoqdan o'sha otlar ko'rinyapti, o'zlari yurgani. U olimpiyskiy joydan dumaloq korda qilishadi-ku hozir. Kordani avtomat rejimi bor edi. Bitta otxonaga qo'yib qo'yadi, o'zi aylanib turadi-ku. Ot qarasam uzoqdan dumaloq o'sha kurugida aylanyapti. Bitta odam minyapti keyin. Aniq esla olaman, bitta katta otni bittasi minib yuribdi. Oyim bordilar. Mana men kichkina bolaman, qarab maza qilyapman otlarni ko'rib. Keyin shu o'g'limni olib keldim mindirishga deyaptilar-da. Keyin anu odam sraz bo'tda, yo'q, minish mumkin emas deyapti-da. Keyin o'sha narsani eshityapman-da, men o'sha jahlim chiqib ketyapti. Qanaqa mumkin emas? Gaplashaylik, pulini beraylik deyapman-da. Onam endi mindirish uchun olib kelganlar. Keyin yana harakat qildilar. Shu ozgina bolam mindira qoling deyaptilar-da. Yo'q, bo'tda minish mumkin emas deyapti. Ani ot ustida turgan odam. Keyin yuring, boshqa odam bilan gaplashib ko'raylik deb turib, boshqa odamni topib, u bilan ham so'rab ko'rganmiz, yo'q, bo'tda minish mumkin emas degan. Uni keyin o'sha bilganimizki, o'sha olimpiyskiy kollejga qatnashadigan odamlar yoki oylik kurs deymiz-ku, shogird tushib oylik to'lagandagina minsa bo'lar ekan. Keyin onam so'radilar o'sha paytda. Mayli oyligiga beramiz, nech pul u deb so'radilar. O'sha paytda endi karate, turon degan narsalarga borardim. Ular arzon bo'lardi, masalan 300 ming so'm, 400 ming so'm bo'lardi bir oyga. Tasavvur qilgan, o'sha 11 yoshli paytimda hali ham quloqimda shu narsa jaranglab turibdiki,
ot minish bir oyga 4 millionmi shunaqa degan summani aytdi-da, u 4 milliondan oshiqroq summani aytdi. 4 million men 11 yoshli paytimda katta summa edi-da, xuddi hozir $4000 degandek gap edi-da. Shunaqa. Keyin shunaqa devordi. Uje hafsalamiz pir bo'ldi, minmadim. Onam bilan ketdik keyin. Shu narsa menda nima deydi? Dog' qolib ketgan, yuragimda qolib ketgan. O'shandan keyin uje otni qayerdan minsam, qanaqa minsam bo'lar ekan deb turib, keyin rasa urushqoq bola bo'lganman-da. Endi hozir ham sal bosilib qolganmiz, endi urushlar bo'lib qolsa, o'zimizni sal bosolmay qoladigan paytimiz bo'lgan. Yoshlikda urushqoq bo'lganim uchun bitta sinfdan ikkinchi sinfga o'tkazib yuborishgan. Uni ham hikmati bor ekanki, o'sha sinfga o'tgan paytimda Mahmud bilan Ashraf xo'ja degan ikkita sinfdoshim oti bo'lgan ekanda. Hozir ham endi hozir qalin bo'lib ketganmiz, uchalamiz yuramiz har doim uloqlarda, boshqalarda. O'sha sinfga o'tdim, qarasam Mahmud bilan Ashrafning oti bor. Keyin ularga iltimos qilish boshladi. O'rtoq, mindir. Bo'ldi o'rtoq dedi, bir kun chaqirdi. Oktyabr oylari edi, yomg'ir yog'yapti. Bugun uloq bor dedi. Qatta desam, Eshonguzar tarafga etdi, Ray Center taraflanib. Uloqqa endi maktabga kiymaydigan formalarim bo'ladi-yu, o'shalarni kiyib, kostyum-shimli tufli, uchli tufligim bo'lar kichkina paytimda. O'shalarni kiyib uloqqa bordim. Oktyabrda yomg'ir yog'yapti. Siz bilmaysiz ularni? Bilmayman, nima u o'zi. Zo'r kiyinib boraman-da. Menimcha yo'q, galstugim ham bo'lgan, uni eslashadi. Uloqqa bitta boraman, oyim bilan adam olib borishgan mashinada. Borsam loydi hamma joyda. Loy bo'lib yotibdi. Tuflilarimni cho'tki qilib bordim. Tushdim keyin o'sha formada. Kostyum shimim bilan tushdim. Borsam shunaqa ot 100 tadan oshiq ot edi. U paytda Ray Center bizani uloq bo'yicha etadigan bo'lsak, qaynaydi deydi-yu. Ray Centerda uloq qaynayapti-da. Odam ko'p, shashliklar pishiryapti, oshlar pishirishyapti, zo'r uloq bo'lyapti. Hozirgi zamonda. Hozirgi zamonda gapda, endi meni ko'zimda. Zo'r uloq bo'lyapti. Keyin Mahmudga telefon qilaman, telefon ko'tarmayapti. Uloq o'ynab yurgan ekanda endi u. Keyin bir payt chaqirdim, topdim, keldi oti bilan. O'sha yerda keyin birinchi otga chiqdim keyin. Otga chiqib ozgina yurg'izib shu bilan ketdik. Bo'ldi. Endi sovuq o'tdi baribir, uydagilar ham ketish kerak edi, ketdik. Baraka topsin, shu otlarni mindirib uloqqa borib qiziqib, shundan boshlandi. Shu mana hozir Xudoga behisob shukr 27 ta ot. Ba'zi birlari o'zimizdaniki emas, baribir katta akalarimizdaniki. Endi bizga ishonib topshirishgan shu otlarni. Mana yana savol kelib qoldi. Mana shu o'zingiz otlaringiz bo'ladi, mana boqib beradigan otlar emas, o'zingiz otlaringiz. Nechta otingiz bor mana? O'ylab ko'rib, bitta sanab ko'rib, mingizni bitta ayting. Uni ayta olmayman. O'zimning otlarimni 15 tacha bor. 10 tadan oshiq ot bor. Hammasini ismini aytib bera olasizmi? Yo'q, undan ayta olmayman. Men sizga hamma otingizni ismini aytib bera olaman. Yo'q, endi qarang, masalan, umuman hech kim bilmaydigan otlarim bor. Umuman hech kim. Amirsoy tog'larida turadi u otlarimiz. Shunaqa ferma bor tepada, shu fermamizda 3 yil oldin otxonaga kelgan paytimdagi otlarimiz bor. O'sha paytda bitta ikkita otli o'zimiz uchun olib qo'yganmiz. Yaxshi zotdor. Bitta otim bor. U otimni menimcha kimdirlar eslashi mumkin. NJ degan otim bor. O'zi Polsha oti. Hozir hech kim minmaydi-da, u dalada yuradi, shu tog'larda yuradi, Amirsoy tog'larida. U yerda fermamiz bor-da. NJ degan otimiz bor. Qalin shu birinchi kelgan paytimda men o'sha ot kutib olganda, ya'ni hozirgi paytgacha bor u otim. Bir shu tepaga chiqib, shu tomosha qilib, ozgina ko'rib, gaplashib kelaman otim bilan, lekin juda zo'r ot. Endi otxonadagi otlar o'zimniki emas deb masalan aytsam ham bo'ladi, chunki u mijozlarning oti. Mana keldi ot, 2-3 oydan keyin yana sotdim. Yana kelyapti, yana sotaman. Mana masalan kecha o'sha mana Mix Mustang degan otlarni sotib yordik-ku. O'zimizning otlar deya olmaymiz-da, chunki agar o'zimizniki bo'lsa, u ot sotilmaydi hech qachon. Shunaqa. Mana sanoting xudo xolisa sotilmaydi, turishi mumkin. Endi kimdir keladi, bitta kattaroq odam kelib turib, kattaroq summa taklif qilsa, misol uchun siz ham kattaroq summa taklif qilsa, menimcha otxonaga sotib olsangiz kerak. Mana o'ziga nisbatan, yo'q, o'ziga nisbatan ko'proq pul bersa, otxonani qo'shib sotishingiz, otxonani. Otxonanimi? Yo'q, otxona sotilmasa kerak. Sotilmaydi otxona. Endi vaqti keladi va boshqa otxonaga chiqib ketasiz baribir. Filial qilib chiqib ketib, shu masalan eski filialni sotishimiz mumkin, lekin filialimizni yo'q holatda sota olmaymiz.
Yangi filial ochish degan fikr necha yildan beri bor. Masalan, hozir mana shu joyi o'zida aytishimiz mumkinki, mana Bayer Horse Riding Instagramdan mijozlarni ko'ringlar, Instagramimizni yoki boshqa platformalardan ko'ringlar. Agarda sizlarda qanaqadir taklif bo'ladigan bo'lsa, bemalol masalan Samarqandmi, Buxoromi, masalan Xivami shunaqa joylardan, mana men o'zim turizm universitetida o'qiyman. Shu bo'yicha, shu turizm, ichki turizmni rivojlantirish bo'yicha bemalol franshiza qilib turib, shu filiallarni ochishimiz mumkin. Agar bizga kimdir taklif qilsa, boshqa viloyat, eng o'sha Samarqand, Buxoro, Xiva yoki Farg'ona tarafi ham, masalan Vodiy tarafi ham olsak bo'ladi. Shunaqa taklifi bo'lsa, kimdir bizga bemalol murojaat qilishsin, biz shu franshiza qilib Bayer Horse Ridingni filiali qilib turib, u yoqni ochib, o'zimizni rivojlantirib, kerak bo'lsa shu nom bilan qolsin, mayli, biz o'yindan chiqib ketamiz 1-2 yildan keyin, rivojlangandan keyin. Prosta shu nom qolsin, shu odamlar foydalansin. Maqsad shu, odamlar maza qilmaysin. Chunki mana hozir biz Toshkentdamiz, pasti 100 mingta auditoriyamiz bor, общий hisob bo'yicha. Bizdan har kuni so'rashadi odamlar. Mana bu viloyatda bormi? Mana bu joyda otxonanglar bormi? Yo'q, Toshkentda desa uzoq ekanda bora olmaymiz, biz viloyatda turamiz deyshadi. Oldingi yakshanba kuni Farg'onadan kelishdi. Farg'onadan kelishdi, ot minish uchun uzoqdan kelishyapti-da, ot minishyapti, bo'ldi, qaytib ketishyapti. Endi Farg'ona mayli, necha 3 oy oldinmidi? O'zing ko'r, Alina degan qiz keldilar, Nyu-Yorkdan. Ko'rding? Nyu-Yorkdan keldilar, Alina degan qiz. Qo'ndilar, sira samolyot o'sha aeroportdan kutib oldik. O'sha avtobusda anaqaga konniy turga chiqib ketamiz har yakshanba. U yakshanba emas edi-da, boshqa kun edi. Kelishlarini bilaman, 11 qaysidir san edi. 11-iyunnimidi, Lmidi shunaqa edi. L edi. Keldilar, shunda aeroportdan kutib oldik, avtobusda hamma odam kutyapti-da. Shunda chiqdik, uje borib tog'da ot mindik, obedda nechidadir qo'ndilar, birladami, 1:30da qo'ndilar-da. Shunda kutib oldik, ketdik, tog'da ot mindik. Ozgina katerli skuterli uchdik. Shu bilan yana kechqurun qaytib keldik. 11larda qaytib kelgancha kechqurun gostinitsaga shunda joylashdilar-da, ertalab soat 6da reyslari bor edi. Ertalab 6da yana uchib ketdilar. Nima to'lqsangani so'rayman-da. Gaplashsam, "Yo'q, men otlarni yaxshi ko'raman, sizlarning otinglarni mingim keldi" deyapti-da. Bu narsa, bunaqa narsalarni eshitgandan keyin odam yana ham motivatsiya oladi-da. Ishida rivojlangisi kelib ketadi. O'sha kuch bilan rivojlangim kelib ketadi. Mana ot minish nimaga foydami, nimaga hamma qiziqadi? Ot minish birinchi o'rinda odam ichki mana stresslari bo'ladi, har xil siqilishlar bo'ladi odamda. O'sha narsani oldini oladi. Masalan, o'shani chiqarib tashlaydi. Mana shaxsan o'zimni aytaman, bitta ot minsam, shunaqa kayfiyatim ko'tariladi. Hech kim unaqa kayfiyatimni ko'tara olmaydi. Masalan, kulgili narsalar bo'lishi mumkin, kulgili qanaqadir prikolniy videolar bo'lishi mumkin, yoki kimdir kuldirishi mumkin, lekin u darajada kayfiyatimni hech kim ko'tara olmaydi. Ot bergan mazzani boshqa hech narsadan ola olmayman. Odamlarimiz endi ot minishni foydasini gapiradigan bo'lsak ko'p. Birinchi o'rinda erkak kishiga foyda, erkaklik quvvatini oshiradi ot. Ayol qizlarimizga endi bilmadim. To'g'risi, bu bo'yicha o'zini mutaxassislari bor. Ba'zi bir ayollar kelib, masalan, foydasi bor ekan, umurtqa pog'onani yaxshilar ekan, yoki shu stresslarini, nima deydi, kayfiyatlarini ko'tarish uchun yoki oddiy hordiq chiqarish uchun kelishadi. Lekin erkak kishiga ot minish juda ham foydali va bu narsa shu ilmiy taraflama endi eshitganmiz, shu sunnat amal deb aytishadi. Undan tashqari o'zi ot minish Qur'on kitobida ham shu otlar haqida sura kelgan, Adiyat surasi, otlar bilan qasam degan joyi bor. Val adiyati zobha degan. O'sha oyog'idan o't chaqnovchi otlarga qasam deyilgan. O'shani hisobiga endi Qur'onda va payg'ambarimizda baribir shu otlarni minganlar, otlarni mindiringlar bolalaringlarga, ot minish, kamondan o'q otish va suzish deganlar. 3 ta sport. Bu otaning vazifasi, bolaga o'rgatish kerak. Bu ota-onaning ham vazifasi, ha. Shu mana sen aytishing mumkin. Sen aytsang qattiqroq tegadi. Masalan, mana shu yoshda sen otga qiziqasan. Qo'lingda zo'r telefoning bor. Telefonga qiziqmayapsan, lekin sen otga qiziqasan.
Bu narsadan hozir bizani ko'rib turgan auditoriyamiz. Mana boshida aytganimdek, mana o'rtoqlarim bor. Ya'ni ular telefonga kirishib ketgan. Ular adasiga faqat telefon bering deydi, iPad olib bering, u kerak narsalar, u umuman kerak narsalar. Undan ko'ra ot olgan yaxshi. Misol uchun telefon olasiz, iPhone aytaylik, iPhone 6 Pro Max. Mana ochadigan joyi bo'ladi. Shuni ochasiz, shuni $100 tashlaydi. Ikkinchisini ochasiz, yana $100 tashlaydi. Yoqib bir kun ishlatasiz, bo'ldi $200 minus. Shunaqa. Undan keyin mana ot olish kerak. Mana men qilayotgan biznes emas, shuni o'zim uchun olganman. Просто baribir foyda bo'ladi bundan ham. 4 yil harakat qilib bitta ot olgan bo'lsam, misol uchun 2 yoshli toy oldim. Nimaga? Chunki mana hozir misol uchun menga qilib, ya'ni katta qilib, menga qilib, ularga solib, tarbiyalab, to'g'ri tarbiyalab, endi uni sotsak, misol uchun 3000, 4000 foydasi bilan sota olamiz-da. Men uvereniman. Chunki men hozir 13 yoshman. 2 kun oldin adamni o'rtoqlari, ya'ni tanishlari, o'rtoqlari demayman, tanishlarini o'g'li bor. U ham 18 ga qarab ketyapti. Men 13 yosh bo'lsam ham, meni shu yoshimda meni 2-3 ta investorlarim bor. Men bilmayman nega. Men xullas adam o'rtoqlari bilan ko'rishdim, bordim. Salom alaykum qildim-da, bu xonaga chiqdim, o'g'illari bilan gaplashib o'tirdim-da, ketdim. Keyin aytotdilar-da o'g'illari. Mana shu janingni tortgan, mana shu janing bilan biznes qilsang, men investorlik qilaman dedi. Keyin qo'llariga pul berdilar. Ana o'sha men adamni, ukalarim, o'rtoqlarimni, shularning o'g'illariga pul berdilar-da. Aytotdilar menga o'g'illar. Ukam qachon biznes oching? Menga bir og'iz biznes ochdim degan. Men investorlik qilaman dedilar. Homiylik qilib pul tikishadi. Endi baribir men yoshman, pul topmayman, o'zimga o'zim anaqa qopla olmayman. Hozir men 13 yosh bo'lsam, 13 ga kiradigan bo'lsam, shu yoshimda meni 2-3 ta investorlarim bor. Investor degani shu odamlar senga ishonib, shu biznesni bemalol qilib pul tikishmoqchi. Ya'ni nima desa bo'ladi, baribir investorlar bilan qolib ketish kerak emas, o'zi ham rivojlanish kerak. Meni otga kirish, nima anaqa kirishda nimaga qiziqding, nimaga unaqa o'zingdan o'zing yoshligingdan deydigan bo'lsanglar, adam yosh paytlari 17, 18 yosh, 20 paytlari adam ham otga qiziqqanlar. Adam hamma hayvonlarga qiziqib chiqqanlar, nima desa, домашний животные, nima deydi? Uy hayvonlariga qiziqqanlar. O'sha paytlarda otga boshqa mehr berganlar, boshqacha umuman. Hozir men misol uchun 40 yoshdan o'tgan bo'lsalar ham, hozir ham otga qiziqmaylar, lekin ot minib turarlar borib, 2-3 ta otlarni borib minib, aylanib o'zlari. Chunki baribir biznes degan narsada u baribir problema bo'lish kerak. Problema bo'lmasa u problemasi bo'ladi, adam borib stresslarini hammada baribir ozgina muammo nimadirlar bo'ladi. Stresslarni chiqarib, sekin uyga qaytib, hordiq chiqarib, maza qilib ot minadilar. Shunaqa. Bizani ham otxonaga taklif qilamiz, ot minish uchun yoki konniy turlarimizga xudo xolisa birgalikda xudo xolisa. Aka bilan ko'rishish xudo xolisa bizga ham nasib qilsin. Xudo xolisa. Kelinglar inshaalloh. Shu nima desak bo'ladi? Shu gapni indallosi Abrorni aytmoqchi bo'lgan gapi o'sha planshet yoki iPhone shunaqa telefonlar olib berganinglardan ko'ra otdan ko'ra foydali, otga qiziqtiringlar. Mana men shu ekran qarshisida sizlarga bemalol ayta olamanki, agarda sizlarni 16 yoshgacha bo'lgan yosh bolalaringlar bo'ladigan bo'lsa, masalan 7 yoshdan 16 yoshgacha, undan tepasi o'zini his qiladi, o'zini biladi, o'zi xohlagan joyga borishi mumkin. Lekin 7 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan farzandinglar sizlar masalan sizlar aytgan joyga boradi, sizlar aytgan ishlarni qiladi. O'sha paytda mana men aytaman sizlarga Bayer Horse Riding eshiklarimizni doimo sizlar uchun ochiq. Endi mana misol uchun gapingiz bo'ldi, uzr. Siz hozir bularga aytasiz, Bayer Horse Riding eshiklari sizlar uchun ochiq. Ba'zilar o'ylashi mumkin reklama yo boshqa narsa. Biza reklama yo boshqa narsa qilayotganimiz yo'q, prosta sizlarni bolalaringlarni, ya'ni O'zbekistonni rivojlanayotgan yoshlarini nima desa bo'ladi? Endi telefon bilan qolib ketishini xohlamaymiz, chunki men ham o'rtoqlarim bilan nima desa otga boraylik, yur ketdik desam,
ular yo o'rtoq uyga boraman, u yoqda PlayStation, kompyuter xona, konditsioner yoqadi, telefon ko'rib, yo PlayStation o'ynab, PUBG o'ynab, shunaqa gadjetlar bilan ish qilib o'tirishadi. O'shaning uchun bemalol yoshlaringlar bo'ladigan bo'lsa, kerak bo'lsa har kuni olib kelib tashlaylar. Mana men hozir aytayapman, xohlasanglar shogird sifatida ham olamiz, bemalol shu otxonada tashab ketsanglar ham, lager deydimi? Ertalab mana yakshanba kunlari vaqtlar bo'lsa tashab ketinglar-da, kechqurun olib ketinglar. Shu bolalar bilan, trenerlar bilan otlarni oldida o'sishadi. Otlar umuman tishlamaydi, hammasi yuvosh. Bemalol maza qilib shu farzandingizga o'zingiz ishonch hosil qilib tashab ketsanglar ham bo'ladi. Biz o'zimizni shu telefon degan hayotdan sekin surib beramiz-da, otlarga qiziqtirib qo'yamiz. Keyingi balki keyingi ishtirokchimiz sizlarning farzandinglar bo'lishi mumkin mana podkastlarimizda. Xudo xolisa bu podkastlar boshlanishi, keyingi podkastlar u mana shu 3-chi nima deydi, sherik, ya'ni mehmon bo'ladi. Biz mezbonmiz. To'g'ri. Ikkita abror bosh, qolganlar nima deydi, yonimizda mehmon bo'lib, xudo xolisa keyingilarda bo'ladi. Otlarni qaysi turlariga qiziqasan o'zi abror? Endi ot yo'nalishida 3-4 xil yo'nalishlar bor. Turlari, zotlari. Yo'q, zotidan tashqari, misol uchun ot sohasida umuman sport bo'yicha 3-4 ta anaqalarga bo'lingan. Yo'nalishga bo'lingan. Birinchisi konkur. Konkur degani to'suvlardan sakrashadi, ko'rgan bo'lsanglar, ya'ni o'tda bizada anaqa prezident, konkur bo'yicha prezident Bahromjon Gaziyev. Endi Bahromjon Gaziyev harakat qilganlar, menimcha tushunadi o'ylayman. Chunki harakat qilmagan odam unaqa bo'lmaydi. Juda bu sohani hozir 4-5 yil ichida eng yuqoriga olib chiqdilar. O'zbekiston hozir konkur bo'yicha birinchi o'rin. Mirovoy olganlar-da. Ular o'zlari ham olganlar. Endi mana MDH esanga deydimi, 15 ta davlat ichida birinchi o'rin hozir konkur. Bahrom akamni qilgan harakatlari uchun. To'g'ri. Konkur bitta yo'nalish. Keyingi yo'nalish nima? Keyingi yo'nalish polo, nima ot ustida o'tirishadi, tayoqlari bo'lishadi. O'zi polo degan futbolkalar bor, ana otda anaqasi bo'ladi. O'zi ko'rsatib qo'yadi, palkada koptoni urib gol urish kerak bo'ladi. Golfga o'xshaydi qanaqadir. Shunaqa, futbolning otdagi varianti desa bo'ladi. Ustida. Keyin 3-chi yo'nalishimiz bu uloq, ya'ni ko'pkar yo'nalishi. Nimagadir men noto'g'ri o'ylaymanmi bilmadim-ku, meni o'ylashim bo'yicha nima konkurda sakraydiganlardan ko'ra chavandozlar nima desa bo'ladi, pishuvroq ham tanasi nima baquvvat deb o'ylayman. Ko'pkari bo'yichami? Yo'q, mana misol uchun konkur yo'nalishi bor, ular ikkitasi ikki xil yo'nalishi. Konkur yo'nalishida odamlari ularga qaraganda noziro deb o'ylayman. Noziro deb o'ylayman, chunki baribir u ham qiyin, ustidagi chavandozni aytsan. Ha, u ham qiyin sport, baribir konkur ham, chunki sakraganda har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Otlar oyog'i to'suvlarga tegib yiqilishi mumkin, odam ustidan otilib ketib qolishi mumkin. Uni ham o'zini mas'uliyati bo'ladi, hamma mashaqqati bor. Mashaqqatlari bo'ladi, qiyinchiligi. Ularniki endi men o'ylayman qiyinroq. Undan 10 barobar kuchliroq lekin. Shunaqa deb o'ylayman, chunki u yoqda jaydari bo'ladi, ochiq qilib aytganda. Polvonlar. O'tga nima desa bo'ladi, haqiqiy o'zini anaqasiga ishongan, uvereniy odamlar chiqadi u yerga. Endi ba'zilar bor, nimaga hozir uloq yo'nalishi konkurga qaraganda kuchaymagan. Chunki mana oddiy O'zbekistonni gapiradigan bo'lsak, Zominda, Jizzaxda Zominda har yili ko'pkari bo'ladi. 3 kecha 3 kunduz uloq bo'ladi. Shunaqa 3 kun u yoqda uloq bo'ladi, katta sovrinlar, prizlar tikiladi. Mashinalar tikiladi. Hozir nima desa bo'ladi? Monopoliya bo'lib ketgan deb o'ylayman. Chunki hozir 3-4 ta boylar otib qo'yishadi-da, yaxshi polvonlarga berib choptirishadi. Bu shaxsiy fikringiz sani. Shunaqa. Men sizlar qanaqa o'ylaysizlar bilmadim-ku, meni o'ylashim shunaqa. Chunki hozir ko'rsanglar bitta boy odamning otini любой odam tanishi mumkin. Lekin mana misol uchun jim yuradiganlar bo'ladi, jim bilmaydi kimligini ham, lekin oti zo'r bo'lishi mumkin, baquvvat. Zoti chiqib ketgan, bir lekin unikini hech kim bilmaydi. Yo'q. Hozir zamon boshqacha bo'lib ketganda-chi ham oldinga qaraganda, oldinlari o'zlari pul topib, o'zlari ot olib, o'zlari otlarining nomini o'zi chiqarishganda, o'zligi chopib. Hozir pul shunaqa nomini chiqarib, sal o'rtaga pul tushib qoldi deydi. U ham lekin
qaysidir ma'noda ozgina to'g'ri. Ha, to'g'ri. Masalan, mani otim bor, masalanda endi qaysidir boy bo'lsam, mani otimni o'sha uloqga olib borib, shunda men pul tikib, shunaqa qolmanda. Shuni sani siz polvonga pul beryapsiz, polvon chopyapti, keyin mikrofondagi yoki masalan yana kimdirlarga yana e'lon qildirish uchun yana pul berib, shunaqa doston. Mikrofonda aytadi degan Abror hoji aka deb. Ha, masalan aytishi mumkin. Abror hoji akani otlari deb. Lekin mana bu yerda yurgan odamlar o'zi harakat qilsa ham uni chopolmaydi, chunki u polvonlarda nima desa bo'ladi, o'zining tajribalari bor. Bu yerda harakat qilib chopaman deb borganlar chopolmay qoladi-da. Bitta nima desa qisqacha qilib aytganda, o'rtaga pul tushgani men sal noto'g'riroq deb o'ylayman. Bu shaxsiy fikrim. Yana sizlarni bilmadim. Bitta video ko'rdim yaqinda, balki sen ham ko'rgan bo'lishing mumkin. Butun hamma joyda tarqalib ketdi u video. Bir qora ot ko'rgan bo'lsang, YouTube'da chiqdi. Bir akamiz, bloger akamiz borlar. Mashinalarni kaltini qo'ydilar. Keyin undan tashqari yerlarini, uchastkalarini qo'ydilar va o'sha qora otni sotib olmoqchi bo'ldilar. U Sakib degan ot, men ham ko'rdim uni. Ko'rdingmi? U otga mana sen o'zingni shaxsiy fikring, mana otlarning ichida yuribsan necha yildan beri. O'sha ot necha pul deb o'ylaysan? Endi mesela har xil vaziyat bo'ladi, demak, otni o'zini narxi bo'ladi yoki kimdir olib kelib reklama orqali narxini ko'tarib turadi. Misol uchun ularni boyaga olib tursa, men oddiy aytaman, men boyman, meni otim bor, bloger chaqiryapman. Shuncha narsa beraman desam, men otimni bermayman deyman, shunaqa videoga olib chiqaramiz deyish mumkin-da. Lekin u yoqda boshqa narsa bo'lgan. U yoqda rostagasim, lekin men o'sha pulga arziydi deb o'ylayman. O'ylaysan. Endi sal qimmatroq bo'lsa ham, lekin 3 yoshida unaqa ot bo'lish, u zoti toza bo'lish kerak. Lekin men kommentariyalarni ham endi ko'p videolarni ko'rib chiqaman. U videoni kommentariyasini bir 90% odamlar yozganki, bu ot o'zi unaqa summa turmaydi degan narsa. Gapni nima uchun bu gapni boshladim? Bizani ot yo'nalishimiz bo'yicha juda ham aldov ko'p bo'lib ketgan. Mana biz yosh bo'lib bemalol ayta olamiz. Chunki bilishsin odamlar, xalq bilish kerak u narsani. Yolg'on juda ko'p. Biza bemalol ayta olamiz, masalan $2000 yoki $3000 bitta ot oldikmi? O'sha otni boshida aytdim-ku, boqamiz, sotamiz. Qo'ysa $1000 qo'yishimiz mumkin. Shunaqa. Boringki, uzog'i bilan $2000 qo'yishi mumkin. Uni boqqaningiz xarajati ham bo'ladi-da. Xarajati, arendasi yoki masalan uni mehnati bor-da. Bo'ldi, o'shani qo'yamiz, sotamiz. Lekin biza masalan video orqali chiqib turib yoki blogerga qanchadir pul berib turib, u narsani mana sun'iy qilib turib, mana katta summa 100 ming yoki $500,000 demaganmiz. U deyishimiz uchun kamida uni pasporti bo'lishi kerak, pasportida har bitta qatnashgan musobaqasi bor. Shunaqa. O'shalar yoziladi. U xalqaro ot federatsiyasidan beriladigan pasportida chiqqan musobaqalar yoziladi. O'shaning uchun biz aytmoqchi bo'lganimiz boshqa mana blogerlar deymiz, mana bizni Bayer Horse Riding aynan ot yo'nalishi bo'yicha. Boshqa blogerlar mana masalan kimdir oshpaz bo'lishi mumkin, kimdir masalan nima desa bo'ladi, avtoservis yo'nalishida, tuning yo'nalishida bo'lishi mumkin. Lekin bemalol men murojaat bilan ayta olamanki, bizani ot yo'nalishimizga sizlar nima desa bo'ladi, o'zingizlarni soxta qadaminglarni tashlamanglar, iltimos qilamiz boshqa blogerlar. Chunki biz o'zimiz bilamiz, otchilar, polvonlar butun O'zbekiston u narsani bilib turibdi. O'zingizlarni yo'nalishingizda ketganinglar yaxshi, chunki bu yolg'on, soxtalik bilan hech narsaga erishib bo'lmaydi. Masalan, bitta oddiy misol, mana atvet qilib aytishimiz mumkinki, bitta mo'yka bor, sani masalan mahallangda mo'yka bor. Mo'yka necha pul turadi? Masalan, butun mo'ykani sotib olishim necha pul bo'lishi mumkin, sani fikring? Bitta mo'yka bor. 10 ming, 20 ming. 20 ming, 10 ming masalan. Mayli boringki $50,000 deylik. Sani mo'ykang bor-da. Men boryapman. Video olaman, pol YouTube'larga mashinalarimni kaltini qo'yib tashlayapman-da. Aka, mana shu mo'ykangizni $300,000 ga berasizmi deyapman. Shunaqa. Sen shu narsaga qanaqa qaraysan masalan, Abror? Nima deysan? Agar haqiqatdan men 300 mingga odam chiqsa, u ashe nerealniy. Nerealniy u narsa, lekin u video uchun bo'lib qolsa-chi masalan. U narsa xato. Men bitta narsa aytaman, ya'ni hozir misol uchun biz aytamiz,
agar o'sha blogerlar bizani ko'rayotgan bo'lsanglar noto'g'ri o'ylamanglar, prosta biz o'zimizni fikrimizni aytamiz. Shaxsiy fikrimizni aytamiz. Bu yerda prosta ot sohasida mana men o'zimni eng yaqin insonlarim otxonamga kelishgan paytda aytishdiki, rostdan ham shunaqa turadimi? Otlar shunaqa qimmatmi deyishyapti-da. Nimaga bilasam, otlarga nisbatan ularni mehri bor, hurmati bor, lekin o'sha narsani so'ndirib qo'yishyapti. Ot $300,000 yoki $500,000, meni pulim hayotda yetmaydi-ku deyapti-da odamlar. Lekin otlarni masalan $3,000 dan boshlab to'g'ri o'sha $100,000 gacha olish mumkin. Unaqa otlar bor edi, ya'ni hozir ham bor, lekin kam qoldi. Otlar bor edi, ya'ni ismi bittasi Boyson, parlament chempion mana masalan. Rostakasim $500,000, $1 million turadigan otlar bor edi rostdan ham. Boyson ayniqsa u nima bo'lib qoldi, u ko'pkariga, ya'ni uloqqa borgan paytda uni o'tkazishib ketib qoldi. U ot o'lib qoldi. Yana Kosmos degan otlar bor, Imperator, har xil otlar bor. Bor haqiqiy anu, nima desa bo'ladi, qoni qaynagan zo'r otlar bor. O'sha meni hozir aldab chiqarayotganlar, aldab emas, o'z narxini ko'tarayotganlar, misol uchun bitta video qilishsa-da, uni odamlar ko'rishsa, odamlar o'ylab qolishyapti, mana $1 million otlarni, значит, ular 100 million, 10 million unga qo'yib, deb o'ylab qolishyapti. Kerak emas, u yo'nalishda ketish umuman xato deb o'ylashyapti. Men o'zim hayotim davomida mana bir marta $120,000 ot ushab ko'rdim. U ham konkur yo'nalishi bo'yicha nemis ot. Va bir marta shu taxminiy summasi $200,000 ot ushadim. U ham $200,000 deganim bekorga emas. Mana masalan butun O'rta Osiyo bo'yicha eng katta ot. Laqabi gigant degan ot, rostakasim katta. Bilsa kerak, hamma bilsa kerak. U gigant degan ot rostdan ham gigant va butun O'rta Osiyo bo'yicha eng katta gigant ot. Birinchi o'rinda turadi. Birinchi o'rin. Masalan, uni bemalol $200,000 dan oshiq turadi deb ayta olamiz. Chunki men o'zim shaxsan borib ko'rdim va o'zim masalan o'sha yerda guvohi ham bo'ldimki, mana shu ot ukam mana shunaqa summa bilan taklif berishdi, lekin biz sotmadik deb o'zini egalari aytishdi. Uni hamma biladi. Unaqa otlarimiz juda ham ko'p, o'shaning uchun lekin shu biza maqsad shuki, shu soxtalashib qolmasin, odamlar qimmat deb o'ylab qolishmasin, otlar ham o'zi arzon, aldanib qolishmasin. Yaxshi otlar bor. Masalan, Nexia mashinamiz $10,000 tursa, mana 50,000 deb turib, unaqa narsa endi xato. Kerak emas narsa. O'sha odamlarda bizani nima desa bo'ladi, noto'g'ri yo'lda deb o'ylab, endi har xil odamlar bo'ladi. Misol uchun, men aytaylik, boshqa odamman men, lekin xuddi shu yoshda abrorman, lekin boshqa odamman, farzandiman desa, ota-ona o'ylab qolishi mumkin, uni yo'nalishi bo'lmaydi, rivojlana olmaydi, chunki $10 million hech qayerdan topa olmaydi. U $1 million ham, $200,000 ham, boshqasi ham o'ylab qolishi mumkin. O'shaning uchun bizga shu soha bo'yicha ketishga ruxsat berishmasa, noto'g'ri deb o'ylayman, chunki mana ot minish, kamondan o'q otish, suzishni bilish kerak. Suzishda mayli, u hamma joyida menimcha suv bor. Xudoga shukr, kamon otishni ham topsa bo'ladi. U ham yo'qolib ketayotgan sport turlaridan. Ot misol uchun aytaylik, hamma shunaqa deb o'ylab, hamma otdan chiqib ketib qolsa, otlar tugab qolishi mumkin. Ya'ni tugab qolish deganda umuman Qizil kitobga kiritilib, kam qolgan, kamayib ketishi mumkin. Agar hech kim e'tibor bermasa. Shunaqa. Lekin hamma nima deb o'ylaysa, misol uchun, "Voy, zo'r soha ekan" deb o'ylab kirishib, endi hamma kirsin demaymiz, o'zini qiziqqanlari kirsin, chunki qiziqqan bo'lsa kirsa bo'ladi. Rostdan qiziqqanlar kirsa, misol uchun tortib ketishi mumkin deb o'ylayman. Agar qiziqmaganlar kirsa, nima qilaman, bilmayman, uni qilaman deyshadi. Harakat bo'lmay qolsa, u kuyadi. Lekin shu otlar bilan shu kungacha mana 3,5-3 yildan beri shu yerda yurgan bo'lsak, yaxshi natijalar olsa bo'ladi. Otlarni boqib sotish yoki ularni konkurga, quloq otlariga tayyorlab turib, yana ham o'sha yaxshi narxlarga sotib, u orqali biznes qilsa ham bo'ladi. Faqatgina shu sen aytganingdek, o'zini qiziqqan odamlar narxiga sotish kerak, u anaqasi. U ham to'g'ri. Xo'p, vaqtimiz уже 1 soat o'tdi. Nima desa bo'ladi, podkastimizni xudo xolasa hali yana boshqa qismlari bo'ladi. Keyingi podkastlarimizda balki mehmonlarimiz bo'lishi mumkin. Xudo xolasa. Lekin shu Abror bilan har doimgidek biz sizlar bilanmiz. Instagram sahifalarimizga, YouTube sahifalarimizga obuna bo'linglar.
Abror, qani oxirgi so'zni san yakunlab bersang? Oxirgi so'zim men boylarga murojaat qilmoqchiman. Boylar nima deb aytsam ekan, noto'g'ri tushunib qolmanglar-yu. Men aytmoqchi bo'lgan narsam, qiziqsanglar shu sohaga kiringlar demoqchiman. Chunki agar qiziqmasdan prosta pul tikib biznes uchun, mayli qilinglar-u, biznes uchun, boshqa narsa uchun, lekin babanu haqiqiy nima desa, qoni qaynagan otlarni narxini tan narxiga qo'yib, mana oddiy otlarni narxini qo'yib yuborib, kerak emas-da u narsa. Misol uchun, aytaylik, qimmat ot, misol uchun Boysun, 200 ming dollarlik ot deylik. Antdan bitta ot topib chiqib, uni ham shunaqa turadi deb, mana Boysunlarni nomini pastga tushirib, bularni ko'tarib kerak emas narsa deb o'ylayman. Shuning uchun sizlarga bitta iltimos, agar qiziqsanglar, shu sohada qanaqadir nima yuraginglar dizillab turadigan bo'lsa, shu sohaga kiringlar demoqchiman. Agar qiziqmasanglar, boshqa narsa majburlash kerak emas. O'zini ham, misol uchun bolalaringlarni ham. Men oxirgi gapim shu. Zo'r gap keldi. Hozir menga seni gaplaringdan mana ozgina to'lqinlandim. Men 3 yil davomida juda ko'p insonni ko'rdik, juda ko'p. Va shu puli bor akalarimiz ham ko'p kelishdi va nima desa bo'ladi, ot sohasiga qiziqishdi. Ot olishdi 5-6 ta, lekin shu sen aytganingni faqatgina pul topish uchun olishdi. Va vaqt o'tdiki, 3-4 oy o'tdi. Otlarni olib sotishyapti, lekin nimagadir shu sen aytganing faqatgina biznes yo'li yoki faqatgina pul topaman degani uchun u odamlar ketishdi. Hozir shu o'zini sohasida, o'zini qiziqqan sohasida yuribdi, lekin otga ham bir qo'shilib ko'rdi-da, yana chiqib ketdi. Shuning sen to'g'ri aytsan, shu qiziqsa, jiz o'z qilsa, rostakasin baraka uchun, rostdan shu sohada ketaman degan bo'lsagina harakat qilsa yaxshi. Bo'lmasam yomon. Yana bitta narsa, misol uchun bo'ladi-ku, otga qiziqib yuragi jiz etadiganlar. O'shalarga bitta gap aytmoqchiman. Men o'ylayman, sizlar to'g'ri yo'ldasizlar. Chunki meni ham soham xudo xolasa shu bo'ladi. Meni ham kelajagim xudo xolasa shundan. Otlar Allohdan egasi jannatga kirishini so'raydi, barakali salovat etadi. Meni bitta akam bor edi, ot boqib yuradi, hech qayerda ishlamaydi. Lekin yaxshi yashab yurardi. Pul yo'q bo'lib qarz olgan joyi bo'lgan, lekin yopib borgan. Nimaga? Ot barakali bo'ladi. Men aytaman-da, siz qanaqa ham otga rizq topasiz, ham o'zingizga hech qayerda ishlamaysiz deyman-da. Menga aytib ukam muhim uyimda otim bor edi otdilar. Mana shu narsa menga nima desa bo'ladi, mazza nima. Xullas, bitta qilib aytganda kayf bo'ldi menga. Uylansa, odam ayolini masalan uyga kelgandan keyin yangi kelin keladi-ku, o'sha kuyovga, ya'ni o'sha ayolini ham rizqini yozib beradi yoki bolali bo'lsa, bolasini rizqini ham otaga beradi deganda, ot olsa ham rizqini shu egasiga beradi. Ko'proq, ot rizqini ham egasiga ko'proq beradi. Salovat etadi, boshqa qiladi. Bu endi sen bilan biza biladigan narsa. Ot olgan odamlar biladi qanchalik baraka bo'lishini. Meni umrimda ham mana 3 yil bo'ldi. 3 yil bo'lgan bo'lsa, shu yillar ichida juda katta barakali ko'rdim. Ot sohasiga kirib keldim. Allohga behisob shukr, Alloh o'zini uyiga chaqirdi birinchi o'rinda. Masalan, Makka va Madinaga shu otdan keyin bordim. Shuni ham masalan bemalol ayta olamanki, balki shu narsa masalan otlarga bo'lgan mehrim yoki otlar qanaqadir meni duo qilgandir yoki salovat etgandirki, shu joylarga Alloh o'zini uyiga chaqirdi masalan. Yoki masalan ko'p yaxshi ishlar qildik shu otdan keyin. Ungacha endi to'g'risi ko'p harakat qildik yoki intildik. Bu narsalarni esimda yo'q, lekin shu ot sohaga kirib kelgandan shu 3 yil ichidagi narsalar eng go'shtli narsalarim esimda turibdi-da masalan. Balki otlarni shu yaxshi ko'rishimiz, mehrimizdan bo'lishi mumkinmi ham. Shu endi bugungi podkastimizga yakun yasaymiz. Bizani kuzatgan barchaga kattakon rahmat. Keyingi podkastlarimizda keyingi podkastlarimizda ko'rishguncha xayr. Yana bitta to'xtab turasiz. Mana xullas va hozir misol uchun mana shu videomizni ko'rib qolgan boylar aytishi mumkin. Bizani pulimiz bor, lekin bilmaymiz uzoqani, lekin qiziqamiz deyishligi mumkin. Men aytmoqchimanki, agar biznes qilsanglar ham, mayli ot olib sotsanglar ham, boshqa narsa qilsanglar ham, ot biladigan odam bilan qilganinglar yaxshi deb o'ylayman. Chunki agar bilmaydigan odam bilan qilib qo'ysanglar, любой narsani bilmaydigan odam bilan yo bilmasangiz ham kirib so'ysin, qassob so'ysin deydi.
To'g'ri, shunaqa doston. Shunaqa. O'zini soha vakillari bilan qilish kerak. Hammalarga rahmat. Bizani endi birinchi podkastimiz tugadi. Xudo xolasa keyingi podkastlarda ko'rishguncha hammaga xayr.